Ijtimoiy tarmoqlarda mening shifokorim deb qidiring. Shifokoringizni tanlab, o'z savollaringizni yo'llang. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. Gormonal muvozanatsizlikning asosiy belgilarini qanday bilish mumkin? Gormonal muvozanatsizlikning asosiy belgilari endi bu shu qaysi gormonda buzilishiga bog'liq birinchi o'rinda. Endi organizmda o'zi juda ham ko'p gormonlar bor. Har bir gormonda buzilishiga qarab turib, shu gormonal muvozanatsizlik kelib chiqishi mumkin. Masalan, semirish. Ko'proq semirish bo'lgan vaqtda bu bog'liq bo'ladi insulinga rezistentlik, ya'ni insulinni oshishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin yoki qalqonsimon bez gormonlarining pasayishi bilan. O'zi o'ta ozib ketish holatlari bu qalqonsimon bez funksiyasini oshib ketishi bilan yoki buyrak usti bezi funksiyasini pasayib ketishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Qon bosimining baland bo'lishi bu ham o'sha buyrak usti bezi funksiyasini oshib ketishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin yoki qon bosimining tushib ketishi bu ham shu buyrak usti bezini funksiyasini pasayib ketishi yoki qalqonsimon bezni funksiyasini pasayib ketishi bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Buni mutaxassis o'zi bemor bilan gaplashib, ko'rib, kerak bo'lsa shu kerakli tekshiruvlar o'tkazgandan keyin shu gormonal muvozanat buzilganmi yo'qmi shu xulosani bildiradi. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. Sahr bo'lib qolmasligi uchun nima qilish kerak? Endi qandli diabetga chalinmaslik uchun endi bu boshqarish mumkin bo'lgan demak sabablar bor va boshqarish mumkin bo'lmagan sabablar bor. Bu boshqarish mumkin bo'lgan sabablarni bemor o'sha odam o'zi harakat qilib yo'qotsa bo'ladi. Lekin shunaqa sabablar borki, buni boshqarishda iloji yo'q. Masalan, qandli diabet birinchi tipda bu shu irsiylikda ahamiyati katta. Bu irsiylikda ahamiyati shu otasida yoki onasida yo ikkalasini genida ham shu autoimmun holatga olib keladigan genni bo'lishi ularning farzandlarida ma'lum bir foiz miqdorda shu qandli diabet birinchi tip bilan uchrashiga sabab bo'lishi mumkin. Buni hech kim yo'qota olmaydi. Lekin boshqa sabablar, masalan, ma'lum bir virusli infeksiyalar bularda masalan agar o'shalarga chalinmasa qandli diabet birinchi tipga chalinmasligi mumkin. Ikkinchi tipda ham shunaqa ikki xil sabablarga bo'linadi. O'sha o'zi nima yo'qotish mumkin bo'lgan sabablar, masalan, kam harakatlilik, uyquning kech bo'lishi, ko'p ovqat yeyish, ortiqcha vazn. Agar bu sabablarni o'sha o'zi harakat qilib yo'qotadigan bo'lsa, qandli diabet ikkinchi tipga chalinmaslik ehtimoli yuqori bo'ladi. Endi bu yerda ham shu irsiy sababning ahamiyati katta. Agar bu irsiy sabab bo'ladigan bo'lsa, bu irsiy sababga qo'shimcha ravishda bu narigi sabablarning billa bo'lishi bir nechta sababni qandli diabet ikkinchi tipga chalinishiga olib kelishi mumkin. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. Qattiq stressda ham odam sahr bo'lib qolishi mumkinmi? Birdaniga qattiq ko'pchilik endi shunga bog'laydi, lekin aslida bu jarayon sekinlik bilan bo'lib keladigan bo'ladi o'z organizmda. Lekin shu holat haligi shu holatning orqasidan yuzaga chiqishi mumkin. Bunda asos bor, chunki o'sha qattiq stress bo'lgan holatda stress gormoni kortizolni ajralishi keskin organizmda oshadi. Bu o'zining navbatida shu insulinga qarshi ta'sir ko'rsatadi va qondagi qand keskin ko'tarilib ketishiga sabab bo'lishi mumkin. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. Ortib ketgan insulin darajasi qanday kasalliklarga olib kelishi mumkin? O'zi hozir shu insulinga rezistentlik haqida juda ko'p gaplar ketyapti. Insulinning balandligi bu shu insulinga rezistentlik holati deyiladi. Insulinga rezistentlik holati bo'lishi bu har doim ham qandli diabetga olib kelavermaydi. Boshqa, masalan,
o'sma kasalliklariga chalinish ehtimolligini oshiradi. Yurak qon tomir, infarkt, insult, yuqori qon bosimga olib kelish ehtimolligini oshiradi giperinsulinemiya. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. Uyqu sifati gormonlarga qanday ta'sir qiladi va yaxshi uyqu uchun qanaqa tavsiyalar bera olasiz? O'z uyqu sifati gormonlarga juda ham ahamiyati katta. Chunki o'sha sirkat ritm deymiz. Shu kechqurun masalan 10 dan boshlab uxlashni tavsiya qilamiz. Bu paytda o'sha odamning organizmi uchun eng muhim bo'lgan gormonlarning sintezi boshlanadi. Buning uchun biz nima qilishimiz kerak? Shu soat 9 lardan boshlab turib o'sha televizor, telefon, kompyuter shularni yig'ishtirib uyquga tayyorgarlik ko'rishimiz kerak. Agar uyqu yaxshi bo'lmaydigan bo'lsa, masalan kechki paytga sayrga chiqish mumkin yoki shu ovqatlarni yengillatish mumkin. Shular orqali yaxshi uyquga erishish mumkin. Bu shu sog'liq uchun foydali. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. Oshqozon osti bezi funksiyasini yaxshilash uchun qanday odatlar muhim? Endi oshqozon osti bezini funksiyasi o'zi ikki xil biz tibbiyot sohasida. Bu oshqozon osti bezini ekzogrin qismi bu o'zini fermentlarini o'sha ichak sistemasiga qo'yadi, hazmda ishtirok etadi. Ikkinchisi endokrin qismi. Endokrin qismi bilan endokrinologlar shug'ullanadi, ekzogrin qismi bilan gastroenterologlar shug'ullanadi. Endi ikkalasining ham ahamiyati juda ham katta. Agar bemorda agar semirish bo'ladigan bo'lsa, ortiqcha vazn bo'ladigan bo'lsa, undan keyin yog' va uglevodga boy bo'lgan mahsulotlarni ko'p iste'mol qiladigan bo'lsa, bunda shu ham ekzogrin ham endokrin qismiga o'sha kuchli zo'riqish olib kelishi mumkin. Agar o'zi odatda masalan qandli diabet 2-tipda ko'proq holatda masalan ochlik foyda beradi. Oshqozon osti beziga ham, shu tinchlanishiga ham, glyukozani muvozanatini ushlab turishda ham ahamiyati katta. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. Qandli diabeti bor insonlar, endi bizni qadriyatimiz, ham dinimiz Ramazonda ro'za tutsa bo'ladi. Endi qandli diabeti bor bemorlar bemorda holatidan kelib chiqib, agar haqiqatdan mana o'sha insulinni qondagi baland holatda, o'sha giperinsulinemiya bosqichida ro'za tutsa bo'ladi. Ma'lum bir o'sha qarshi ko'rsatmalar ham bor. Bu masalan boshqarib bo'lmaydigan juda qondagi qand baland bo'lib ketadigan bo'lsa yoki oxirgi 3 oyda ichida gipoglikemiya deymiz, qondagi qand miqdorini keskin pasayib ketish holatlari, undan keyin o'sha gemodializga muhtojlik bo'lgan paytda, ya'ni qandli diabetni buyrakka bergan asoratlari natijasida yoki haligi doimiy masalan yurak ishemik kasalligi yuzaga kelib qolgan ma'lum bir tabletkalarni doimiy ichish holatlari zarur bo'ladigan bo'lsa, bunaqa bemorlarga ro'za tutish tavsiya qilinmaydi. Lekin ortiqcha vazni bor ham shuni holatida qandli diabet 2-tip rivojlangan bo'lsa, bunaqa bemorlarda yuqorida aytgan holatlarni kuzatilmaydigan bo'lsa, bunday bemorlarga ro'za foydali bo'lishi mumkin. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan. Qandli diabeti bor insonlar mutlaq shirinlik yeyishi mumkin emas yoki belgilangan shirinlik iste'mol qilsa bo'ladi? O'zi qandli diabet 2-tip bo'lgan bemorlar o'zi past uglevodli dieta, shu 9-stol deymiz, past uglevodli dieta bilan ovqatlanish tavsiya qilinadi. Bu past uglevodli dieta deganda biz asosiy ratsionimizdan tez uglevodlarni organizmga tezda so'rilib, qondagi qandni tez ko'taradigan uglevodlarni cheklaymiz. Murakkab uglevodlar yeyish tavsiya qilinadi. Bular qonga
so'rilishi sekin, qondagi qandni unaqa juda yuqori ko'tarib yubormaydi. Ijtimoiy tarmoqlarda mening shifokorim deb qidiring. Shifokoringizni tanlab, o'z savollaringizni yo'llang. Mening shifokorim loyihasi. Loyihaga Mustashfo diagnostika markazi asos solgan.